Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qultu ya Rasululloh ayyul a'mali afdal? Ey Allohning rasuli, islomdagi eng yaxshi amal qaysi deb so'radim deydilar. Qol as-solatu li vaqtiha dedilar. Vaqtida o'qilgan namoz, ya'ni qazo qilmasdan o'qilgan namoz eng yaxshi ish. Buni oldiga tushadigan hech nima yo'q. Hech narsa yo'q. Namozni vaqtida ado qilgan kishini, mabodo qazo qilib qo'yganda yig'lab o'tiradigan kishini shu ishidan ko'ra yaxshiroq ishi yo'q. Turdingiz bomdodga ertalab, qarasangiz sizdan oldin quyosh ham turyapti. Quyosh chiqib ketgan. Siz uxlab yotibsiz. Bomdodni qazo bo'lganligi uchun yig'lab, nega men unaqaman degan odam solih odam bo'ladi. Haqiqiy solih odam shunday odam. Namozi qazo bo'lib qoldimi, yuragi siqilyapti. Kun bo'yi shuni o'ylab yuradi. Bekor qazo qildim bomdodni, bekor qazo qildim. Unaqa qilmasligim kerak edi. Dinimizda shu namozlarni muhofaza qilishlikdan-da muhimroq biror narsa yo'q. Biror narsa yo'q. Namoz vaqtida o'qilsa shu eng yaxshi amal ekan.